Shahar atrofidan ikkita bir xil tayyor kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Ko'chalari juda ham keng, asfalt qilingan holatda, yo'lda visokovoltni to'klar kelgan. Manzilimizni pastda lokatsiyasini qoldiramiz. Titanik zapravkadan ichkariga qarab 1 kilometr kirib kelganda ikkinchi liniya Xonobod mahallasi, tashqarida o'rtada bitta zilyon zonasi va alohida ikkita zilyon zonalari bor. Ikkita qalin o'rtoqlar bo'lsa, akukalar bo'lsa, o'zi narxi hamyon bo'lib, 3 xonali kvartirani narxiga so'rashyapti. Greta 2 pachka ichiga ursalar agar kirib yashaydigan tayyor holatda bo'ladi. Tashqarida o'zini kolodeslar ham chiqarib qo'yilgan. Xo'p, santexnika montajlari ham bo'lgan. Oyoqtaylar to'g'ri stiyajga qilingan. Ichkarida bemalol ikkita yengil avtomashina sig'adi. Tepasini naves xohlasalaringiz kelishsalaringiz qilib berishlari mumkin, o'zlaringiz qilasalaringiz bo'ladi. Bu yoqda esa zilyon zonalari bor. Suvdan muammosi yo'q. Gaz, svet, suv zo'r ekan bu territoriyada. Buxoro tumanga qaraydi, lekin yaqin kelajakda Buxoro shaharga o'tkazishlari ham mumkin joyini, chunki shahar kundan kunga kengayib boryapti. Bu yoqda kirganda birinchi katta hol, umumiy kottejimizda 5 ta xona, 3 ta sanuzul hamda 2 ta katta hol bor. Xonalari juda ham katta. Menga qurilishini yoqqan tomoni birinchidan juda ham baquvvat qilib qurilgan. G'ishtlariga e'tibor berasizlar. Ikkinchidan visokopatolochniy hamda xonalari katta qilingan. Bu yoqda o'zi oshxona uchun joy qoldirib ketgan ekanlar. Xohlasalaringiz oshxonani mana bu yoqdagi katta holga ko'chirsalar, zinan tay bilan qilsalar agar, buni ham bitta xona sifatida foydalansalar bo'ladi. Bu yoqda option sanuzul xonasi, bu yoqda juda ham katta yotoqxona, yotoqxonani ham ichida yana alohida katta sanuzul uchun joy qoldirib o'tilgan. Bu yoqda bo'lsa orqa hovlisida ham zilyon zona uchun joy qoldirib o'tilgan. Ustini yopib ayvon qilib olsalar ham bo'ladi kerak bo'lsa. Endi esa o'zi bitta ikkinchi qavatini ham ko'rsataman. Ikkovini ko'rinishi, proyektlari, dizaynlari hammasi bir xilda qilingan. Ikkinchi qavatga ko'tarilish bilan yana bitta katta hol, anchagina katta. Sotiqqa e'tibor beringlar. Hujjatda 308 sotiq keltirilgan, lekin tashqi joylari bilan, qo'shimcha maydonlari bilan greta 5 sotiqga yetib qoladi. Shuni juda ham katta qismiga qurilish qilingan. Shuning uchun xonalar hammasi katta tushgan. Tepadagi birinchi xonamiz, ichida bitta garderob, bitta sanuzul qilsalaringiz bo'ladi, chunki o'rtada mamlakat juda ham katta bo'sh joy qoldirib o'tilgan. Anchagina katta bu. Bu yoqda esa yana bitta xona bo'lyapti. Bu tomonda umumiy sanuzul. Bu yoqda esa yotoqxonaning ichida sanuzul. Sanuzulga kelganda adashibman. Qaranglar, 5 ta xona, 2 ta hol, 4 ta sanuzul bor ekan ichida. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarini qoldirib o'tamiz, bemalol o'zlariga aloqaga chiqaverasizlar. Pullaringizni yetmagan qismiga kvartira yoki mashina bersalar ham kelishilgan holda hisoblab olishlari mumkin. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Lokatsiyasini pastda qoldirib o'tyapmiz. Shaxsan meni o'zimni fokusimga mos men o'ylayman, narxiga arziydigan yaxshi narsa, barakasi uchun ozgina kelishtirib berishlari ham mumkin. Shahar atrofidan arzonroq narxga tayyor kottej yoki uchastka izlayotganlar bo'lsa agar, 3 xonali kvartiraning narxiga 3 sotiqli kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Ayni damda turgan joyimiz 7-mikrorayondan kelib, metan zapravkadan o'tgandan keyin o'ng qo'ldagi pavorot bu tomoni Sarbon to'yxonaga o'tib ketadi. Yo'lga bitta e'tibor berasizlar, mashinalar juda ham serqatnov, ya'ni aholi juda ham gavjum. Mana shu lokatsiyadan, ushbu 3 sotiq maydonidan tashqari kottejimiz, tashqarida ham o'zining alohida yer agarotlari va stiyajga qilingan joylari bor. Uchastkamiz uglovoyga tushgan kottejimiz. Yon tomondan ham bemalol darvoza ochsalaringiz bo'ladi. Bitta sizlarga proyektlarni ko'rsatib o'taman. Darvozaxonamiz yaxshi holatda, oldida gazni shotchiklari, ichkariga kirishimiz bilan oyoqda ham yo'q stiyajga qilingan holatda. Bu yoqda hol, oshxonaga kiradigan qismi, sanuzul xonalari bor. Bu yoqda esa kattagina mehmonxonasi, ichkarida hamma yoq stiyajga qilingan, o'rtada yer agaroz uchun joy qoldirilgan. Va bu yoqda kotel xonasi bo'ladi. Mana bu yon tomondan ham darvoza ochsalaringiz bo'ladi, chunki uglovoyda turibdi. Gaz, svet, suvdan muammolari yo'q. O'trod mahallasi 16-xonadon, O'trod ko'chasini nima adashmasam. Ichkariga kirishimiz bilan juda ham katta hol, oshxonaga ulanib ketgan. Bu yoqda stol-stullar, kuxni garniturlar tashkil etilgan, xolodilniklar, televizorlari bor. Xo'p, davom etamiz. Bitta sizlarga sanuzul xonalarning ham holatini ko'rsatib o'taman. Hojatxonasi. Bu yoqda bo'lsa alohida yuvinish xonalariga ega dushlar tashkil etib qo'yilgan. 3 ta katta xonadan iborat. Bu birinchi xonasi, kattagina mehmonxona. Davom etamiz. Bu yoqda ikkinchi xonasi bo'ladi. Yotoqxona yoki detsk xona qilasizlar. Va so'ngida 3-xonasi. Mana shu ixchamgina tayyor kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Alohida yer agarotlari ham bor. Ikkinchi darvoza qilish imkoniyati ham mavjud.
47,5 ming dollar evaziga 6,5 sotix maydonga qurilgan 2 qavatli korobka holatdagi hovlimiz sotuvga qo'yilyapti. Ko'chalarimiz to'liq asfalt bo'lgan, gaz svet suvlari ulangan, undan tashqari Wi-Fi hamda kameralarni ham chiroyli qilib qo'yganlar, darvozalar yaqinda qurgan ekanlar. Kirib kelishimiz bilan chap tomonimizda birinchi xonamiz va ikkinchi qavat ko'tariladigan zina, ichkari tomondan, bu tomonda tashqari tomondan ikkinchi qavat ko'tariladigan zinamiz qilib qo'yilgan oshxona, o'ng tomonimizda kattalar yotoqxonasi, ichkarisida o'zi alohida sanuzul xonalari bilan, bu tomonda ko'chada mehmonlar uchun sanuzul xona qilingan va ichkarida anchagina katta yashil hududimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin, bemalol qo'shimcha qurilish, yozgi oshxona, basen, daraxt zor qilishga anchagina katta joylarimiz mavjud. Lokatsiyasini sizlarga tushuntirib o'taman. Galasiyo most tarafdan ham kelishlaringiz mumkin yoki Bahovuddinjon tomonidan ham kelishlaringiz mumkin. Frunzedan tushiladigan paytda Chorrahadan 900 metr ichkariga kiriladi. Ko'chamiz asosiysi asfalt qilingan. Hovlimiz mana shu holatda 47,5 ming dollar so'rayaptilar. Juda ham yaxshi narx menimcha. Pastda to'g'ridan-to'g'ri egalari nomerlarini qoldirib o'tamiz va birma-bir xonalarni ko'rsatib o'taman. Birinchi qavatdagi kattalar yotoqxonasi. Romlarimiz hammasi Ekapen, 2 qavatli terlamaydigan romlar qilib qo'yilgan. Bu tomonda ichkarida o'zini sanuzul xonasi bilan birgalikda xohlasangiz garderob sifatida yoki sanuzul sifatida foydalanishlaringiz mumkin. Va albatta bu tomonimizda oshxona. Oshxonamizni ko'rishlaringiz mumkin. Ikki tomonda oynalar qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli oshxona bo'ladi. Cho'ppol qilingan. Bu tomonda ko'chada alohida sanuzul xonasi mehmonlar uchun. Va albatta ikkinchi qavat ko'tarilish uchun ichkarida yaqinda ustalar chiqqan edilar. Ustalar uchun o'tiradigan joylarni qilib qo'yganlar. Bu yerni hol sifatida foydalansalaringiz ham bo'ladi, xona sifatida foydalansalaringiz ham bo'ladi. O'rtadan mana bu tomondan bitta eshik ochsalaringiz agar, oshxonaga ham bemalol binomiz ichkarisidan o'tiladigan joy bo'ladi. Ya'ni erta qishga ham aylanib chiqib o'tirmaysizlar. Ikkinchi qavat ko'tariladigan zinalarimiz ham juda ham chiroyli qilib, plustkachalik qilingan, shtob yosh kattalar bo'lsa agar azob chekmaysizlar. Bu tomonda katta mehmonxonamiz. Chap tomonda esa yana bitta mehmonxona panoramli ko'rinishga ega, 4 tarafda ham oynalarni qilib qo'yganlar va albatta tashqari tomondan chiqiladigan joy, ya'ni mehmonlar kelsa uyingizni ichkarisidan emas, tashqaridan o'tkazsalaringiz agar ayollar uchun, erkaklar uchun alohida joy bo'ladi degan umidda qilib ketganlar va ikkinchi qavatda ham yana bitta kattalar yotoqxonasi, ya'ni ota-onalaringiz bilan tursangiz, ota-onalaringiz birinchi qavatda, o'zlaringiz esa ikkinchi qavatda, ichkarida alohida sanuzul xonalari ham anchagina katta, xohlasangiz yarimini olib garderob ham qilishlaringiz mumkin. Narxi 47,5 ming dollar so'ralyapti. Qo'shimcha qurilish qilish uchun anchagina katta joylarga ega. Xohlasangiz kvartira bormi, mashina bormi, hisoblab bersalaringiz agar, qolganini naqd bersalaringiz agar akamiz beradilar. Ya'ni aytmaganini ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishlaringiz mumkin. Lokatsiyasi pastda bo'ladi, egalari nomerlari ham pastda bo'ladi. Bizning arzimagan mehnatimiz uchun qo'llab-quvvatlab reaksiya qoldirsalaringiz agar xursand bo'lardik. Narxga arziydigan bir emas, ikkita egizak hovlilarimiz sotuvga qo'yilyapti. Hovlilarimizning manzili shundagina Mo'jiza restoranini ro'parasidan kirib kelamiz. Ko'chamiz to'liq asfalt bo'lgan va hovlimiz old tomonlari ham asfalt qilib qo'yilgan. Birinchi va ikkinchi kottejlarimiz sotuvda, uchinchisini baraka qilib bo'lgan biz o'sha. Hovlimiz old tomonida mashina qo'yadigan joylari, yashil hududlari qilib qo'yilgan. Undan tashqari biralariga ham alohida e'tibor berib qo'ygan ekanlar. Darvozalarga ham e'tibor berasizlar. Moshina qilib qurilgan hovlimiz. Biron narsasidan tortmagan ekanlar. Kirib kelishimiz bilan ichkarida mashina qo'yadigan joylarimiz, bu tomonda yashil hudud va o'zini alohida yerto'lasiga ega. Yerto'lasiga xohlasangiz ortiq jihozlaringizni yoki-da sport zal sifatida foydalanishlaringiz mumkin. Fasadlarini ham belosnejniy qilib juda ham chiroyli did bilan ta'mirlab qo'ygan ekanlar. Barcha romlarimiz ham Ekapen romlardan ishlatgan ekanlar. Kirib kelishimiz bilan bizani kattagina hol kutib bo'ladi. Chap tomonimizda mehmonxona, to'g'rimizda oshxona va kattalar yotoqxonasi, umumiy sanuzul va ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinalarni qilib qo'yganlar. Hovlimizda steyashka va shtukaturka ishlari to'liq bitgan, tepalarda esa plita yotqizgan ekanlar. Qurilishimiz esa to'liq pishgan g'ishtda bo'lgan. Holni o'zi ham bitta xona sifatida foydalanishlaringiz mumkin, chunki juda ham katta hol ekan. Bu yerda esa oshxona qismimiz, oshxonamizni ham montajlarni qilib qo'yganlar, elektromontajlari ham bo'lgan va orqa hovlimizga chiqadigan joylarga ham ega. Orqa hovlimiz ham anchagina katta, kelib ko'rgan paytlaringiz o'zlaringiz nima sifatida foydalanishni topib olasizlar. Bu tomonimizda esa kattalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasini shundagina oldida sanuzul qilish uchun sharoitlarga ega. Xohlasangiz xonani ichidan, xohlasangiz tashqari tomondan qilishlaringiz mumkin. Zinani pastki qismidan unumli foydalanish uchun kladovka sifatida ochib qo'ygan ekanlar. Zinamiz ham qulay.
Ikkinchi qavat ko'tarilishimiz bilan hol qismimiz, chap tomonimizda ikkita xona, o'ng tomonimizda ikkita xona. Hovlimizda umumiy 6 ta xona bor va umumiy sanuzol xonasini qilib qo'yganlar. Ha, aytgancha, tepalar nima uchun gipsokarton emas deganlar uchun tepalarda plitalarni yotqizib qo'ygan ekanlar. Bu yerda kottejimizning 3-xonasi. Bu esa 4-xonamiz. Bu tomonda 5-xona va bu 6-xonamiz. Xohlasalar shu xonamizning ichidan sanuzolga joy ochsalaringiz agar, mana bu yerda kattagina hol qilib qo'ysalaringiz bo'ladi, chunki 2-qavatda 3 ta yotoqxona yetib o'rtadi deb o'ylayman. Undan ortiqcha yotoqxona hech nima kerak emas va albatta ochiq balkoniga ham ega. Ochiq balkonimiz ham anchagina katta. Ichkari hovlimizga qarab turibdi. Bu tomonimizda esa podvalga tushadigan joylari ham bor. Ushbu hovlimizning narxi $105,000 deb baholayaptilar. Yetmaganiga GM avtomashinasi bilan barter ham bor ekan. Hovlimiz yoqgan bo'lsa va niyat qilganlar bo'lsa agar like bosib qo'yish va obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin.